Talabalar borki, ular juda aqlli, odobli, hammaga namuna bo'la oladigan. O'tirishlaringdan. Va bu turdagi talabalar o'qishni qizil diplom bilan tugatib, yaxshi joyda, yaxshi ishlab, o'zidan ko'plab yaxshiliklar qoldirib, yaxshi chol bo'lib va oxirida bunday odamning hayoti unchalik ham qiziq emas, to'g'rimi? Lekin shunday talabalar borki, ular insoniyatga miya, aql, farosat tarqatilayotganda uxlab qolishgan. Bizni serial esa aynan mana shunday talabalar haqida. Qattinosi bu o'zimizniki yaxshi edi. Ya? Hamma xonangga kirlaring. O'zimanda birinchi kurslar qo'rqadi xolos. Manam siz bilan tanishganimdan xursandman. Manam xursandman, rahmat. Cho'chi zo'r ekan-da, nima ish qilasiz? Menmi? Asosan karslarga havas qilaman. Vau, siz ham armiymisiz? Da, armiyman. Menga karslardan, ayniqsa BTSdan jimi yoqadi. Sizgachi? Menga BTSdan asosan pochta keladi. Hazil. Menga BTSdan Ilhom Farmonov yoqadi. Konsertiga tushganman 3 yoshligimda. Menim tushganman. Yo'q, rostdan. Meni ko'rganmisiz? Gulab chiqqanman o'laga. Ko'rganmisiz? Yo'q. Oshna, kuratorimiz gruppa ochgan ekanda, nega kirib yozmaysiz? Bo'la, men odamlar har xilcha gruppaga qo'shib tashagan. Ayollar ichki kiyimlari, sevgi va qasos. Uchinchisiga o'lasiz hozir. Kelinlikka tayyorlanamiz. Asablarim buzilib ketaborki, o'zim Samarqandlikman, to'g'rimi? Buxoro taksiga nima bor? Namanganliklar degan gruppaga nima bor? Xorazm guruchlarga nima bor? Hammasini blokka tiqib tashaganman. Telefonimda bitta ham gruppa bilan kanal yo'q. Mana. Ya. Oxirini o'chirmabman-ku. Iya, aka, ikkalamiz bitta kursda o'qirganmiz-ku. Yo, unaqa bo'lishi mumkin emas. Balkim. Ye do'stim. Mix chakasmi? Mix chakami? Ha? Точно bitta kursda o'qirganmiz unda do'stim. Radnoyim, not chirp chaksi. Ha, yuring unda. Yaqinda tanishamiz. Bo'l. Nima bu? Paxta. Ne ko'tarib olding? Hozirda bu paxtani men ko'taryapman. Kelajakda bu paxta meni ko'taradi. Demaysan kelajakda poraxo'r bo'lasan. Da, shunaqa desa ham bo'ladi. Shunaqa. Ishing tushsa o'tarsan tepaga, yordamlashib beraman. Alam qiladigani. Bir kun kelib mashmaddohlarga lavozim tegadi. Menga o'xshagan odamlar bo'lsa, ishi tushib shularning oldiga boradi. Eng qizig'i keyin biz ularga paxta qo'yamizmi? Biladi shunaqalarni, bor-ku. Aka, nima bo'ldi? Semizlik sal qiynayapti-da. Yordam kerak emasmi? Ha, mayli. Bo'ldi, yuring. Voy, qo'lingizdagi narsalarni qarang. Odam sal kamroq yeyish kerak-edi. Chiroyli tur. Nima qilib turishimga? Hoppa. Yo'q. Serialimiz aslo yomon qizlar haqida emas. Ha, endi bitta guruhda bitta shunaqa qiz bo'lish kerak-ku.
Serialda 2-3 marta ko'rinish beradi. Boshqa bu qizni qaytib ko'rmaysiz. Inshaalloh. Mayg'ara, nima bo'lsa ham bizani kursda o'qisaydan shu qiz. Rosa cho'llabsan-ku, ha? Gapirma. Endi bo'lar. O'qishga maqsad topdim. Ish qilib bizani kursda o'qisin-de. Doim shunaqa. Bolalar, men hojatga ketdim. Hurmat! Assalomu alaykum. Assalomu Mayli, alaykum. o'tiringlar, rahmat. O'tiring, rahmat. Voy, qanday chiroylisizlar. Formada hamma kelgan, voy ko'z tegmasin. Xo'p, hurmatli talabalar, men sizlarni hammanglarni talaba bo'lganinglar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Endi ustozingiz sifatida o'zimning bir ikkita maslahatlarimni bersam degandim. Birinchi o'rinda ushlagan joyinglarni mahkam tutadigan, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, shu ustri talabalar bo'lishinglarni tilayman. Hurmatli bolalar, yomon xulq atvoringlarni uyga tashlab kelishinglarni iltimos qilib qolardim. Da. Ustoz to'g'ri aytayotdilar. Insta chaki bo'lmaydi. Uyda chakish kerak. Bo'lmasa hamma striyat qilib tashlaydi. To'g'rimi? To'g'ri, конечно. Qizlarjon, xulqinglar ham chiroyliga o'xshagan nafosatli, go'zal bo'lsin. Va eng asosiysi, kelajakda poraxo'r, paxtakor emas, balki xalqqa foydasi tegadigan kadr bo'lib yetishinglarni tilakdoshiman, hurmatli arxeologlar. Bu ustozga gulam shartmas ekan-ku?